Toshkent shahri ko'chalarining yo'l transport infratuzilmasini yaxshilash loyihasi 300 million dollarga baholandi. Poytaxt hokimligi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, loyihani amalga oshirish uchun Xitoyning China State Construction Engineering korporatsiyasi bilan shartnoma tuzilgan. Ushbu shartnoma doirasida Shota Rustavelidan tashqari yana 3 ta yangi Sergeli, Shahrisabz va Amir Temur ko'chalarida BRT, ya'ni avtobuslar yo'lning o'rtasidan tezkor harakatlanishi uchun maxsus yo'laklar quriladi. Buning uchun 50 million dollar sarflanadi. Xitoy korporatsiyasi kiritadigan investitsiya mablag'lari 7 yil ichida davlat byudjeti tomonidan xitoylik tadbirkorlarga to'lab boriladi. Bunda qoplash muddati sarf qilinish muddatidan boshlanishi aytilmoqda. Anjuman davomida rasmiylar nima sabab tendersiz ushbu kompaniya tanlab olingani haqidagi savolga javob bermadi. Hokimiyat BRT tizimi joriy etiladigan 4 ta ko'chaga oid loyiha chizmalari, taqdimotlarni Kunuzga taqdim etdi.